Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Zeros MLB. Bugun sizlarga Jerlarga qarshi turadigan gero, ya'ni Alfa haqida gapirib beraman. Xullas, Alfa haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, Alfa odatda Jerning tanklarga qarshi yoki joni ko'p bo'lgan boyatlarga qarshi, masalan, Tamos shunga o'xshash gerolarga qarshi olinadi. Shu katkada hammasini ko'rib biram-biram tushuntirib o'taman. Qanaqa svorka yig'iladi, qanaqa nastroyga qo'yish kerak, hammasini birim-birim ko'rsatib o'taman. Bo'lmasam asta-sekin обычный liniyadan boshladim, o'rtasidan. Xullas, nimada to'xtagandim? Zborkalarni ko'rsatib o'taman degandim. Boshlanishiga bir ikkita narsalar pul olib olib, narsalarimni sotib olishim kerak. Odatda Alfada birinchi skill ochiladi. Sababi birinchi skillni kirdisi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun odatda Alfani birinchi skillni ochishga harakat qilinglar. Buni keyinroq tushuntirib o'taman. Skaytlarni kriplarni olib tashay. Zvorkalarga keladigan bo'lsak, topor, udarоход, крылья королева, ветродремная kirasi plus klinok olinadi. Yaxshi uron chiqsa va vampirizm kuchliroq bo'lishi uchun. Odatda bu zvorka jerni boyetslarga qarshi olinadi. Shuning uchun uni uncha ko'p tavsiya qilavermayman. O'zimni zvorkam bor. Ultangizni iloji bo'lsa dushmanga tekkizishga harakat qiling. Chunki sizda ulta важный narsa. Alfani ultasi bo'lmasa, bu umuman tekin ovqat bo'lib qoladi. Uni ham sabrazanga tushuntirib o'taman. O'zi ko'rib turganingizdek ultangizni bosasiz, birinchi skill, ikkinchini berasiz. Odatda ikkinchi skillni sizni joningizni to'ldirib beradi. Xo'p, yaxshi, buni biroz boyets botda tushuntirib o'taman. Ultangizni berasiz, keyin birinchi skill, keyin ikkinchi skill, keyin bazaviy ataka bilan urasiz. O'sha paytda sizni dushmaningizni geroyini boshida metka paydo bo'ladi. O'sha metkaning yordamida esa dron ham avtoataka uradi. Hozir bo'lmasa yana bitta predmet Navish. Mana shu predmetni ham olsa bo'ladi, chunki bu alfani ma'nosini to'ldiradi, plus uronini kuchaytirib beradi. Bu o'zimizning uslublar desa ham bo'laveradi, ya'ni ulta bilan spishkani bir vaqtda ishlatib, dushmanlarni birgalikda ushlashga o'xshash. Alfani birinchi skilli odatda dushman tomoniga beriladi va dushmanning boshida metka paydo bo'ladi. Agar siz o'sha metka paydo bo'lgan paytingizda unga bazaviy ataka uradigan bo'lsangiz, sizning droningiz ham unga chisti uron bilan zarba beradi va dushmanning yurish tezligi pasayadi. Odatda birinchi skill berilgan yo'nalishga tomon bitta chiziq beradi. Birinchi alfani o'zi, keyin esa dron lazer otadi. Odatda buni dushmanga tekkizishga harakat qiling va uni yurish tezligi pasayadi. Va boshida ikkita metka paydo bo'ladi. Bu leslarga ham ishlaydi. Odatda lesga tushadigan bo'lsangiz, birinchi skillingizni ochishga harakat qiling. Va bu leslarni tezroq tozalaydi. Ikkinchi skillga keladigan bo'lsak, ikkinchi skill bu vampirizm o'xshaydi, ya'ni yarim oy shaklida bo'ladi. Odatda alfa shu holatida bitta aylanib zarba beradi. O'sha paytda uni dronidan ya'ni vampirizm ishlaydi. Bu orqali u jonini to'ldiradi. Odatda bu dushmanlarni o'ldiradigan skill ham hisoblanadi. Biringizni, keyin ikkingizni bersangiz, dushmanning boshida metka paydo bo'ladi. Undan keyin bazaviy ataka va dron ham chisti uron bilan zarba bera boshlaydi. Xo'p, yaxshi. Endi esa ultimate. Alfani eng kuchli skill. Alfani ultimate bo'lmasa, deyarli umuman foydasi ham tegmaydi. Ultimate'ga to'xtaladigan bo'lsam, ultimate berilgan tomonga avval ko'taradi va keyin sakrab alfa o'zi tushadi va o'sha tushgan joyiga esa dron 5 marta lazer otadi. O'sha 5 marta otilgan paytda esa bu ham hammasi chisti uron bo'ladi. Chisti uronga nima urg'u beryapman? Chunki chisti uronga qarshi antifiz olishdan foyda yo'q. Ya'ni chisti uronga qarshi hech qanaqangi antifiz ishlamaydi. Antifiz degani bu libboyta hujumni qaytarib qoladi, faqat magicheskiydan tashqari. Shunaqa ekan, chisti uronni ham qaytara olmaydi. Alfaga zborkalarni o'zim qo'yganimdek, birinchi topor plus крылья, udarоход yokida antihil olsa bo'ladi, ya'ni trizubbes olsa bo'ladi. Dushmanlarning jon to'ldirishini pasaytirish uchun plusda крылья королева, yana qo'shimchasiga
Ну, ya'ni klinok olsa bo'ladi, uron yaxshi chiqadi, jerniy boyasli bessmертие olish shart. Chunki alfada bessmert olinmasa, keyin u late'da deyarli ko'p vaqtga qolib ketadi. Plus alfa jerniy boyaslarga qarshi turgani uchun late'da уже jerniy boyaslarning joni ham ko'p bo'ladi. O'shalarga qarshi turishda alfa juda ham kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji bo'lsa alfaga bessmert olishga harakat qiling. Hozir ko'rib turganingizdek, bu bizani alfada ko'pincha ishlatilmaydigan, lekin ishlatishni o'rgansa yaxshigina foydasi tegadigan usullardan biri. Xullas, alfa uchun deyarli tushuncham shu. Hammaga xayr.